obunachilarimiz sonida Marlon Shodi aygirgan videomizga yana yangi video olyapmiz akalar. $3100 ga full komplekt, ikkitalik korpusli plug, orqasida bitta freza va oldida bitta jatka qo'shib oladigan bo'lsangiz, bitta matapila tekinga berib yuboramiz akalar. Hozir videoni to'liq ko'rsalaring, oxirigacha ko'rsalaring akalar. To'liq tushuntirib o'tib ketamiz akalar. Unda birinchi o'rinda boshladik. Motorimiz, motoblogimiz 11.05 mana o'zini motor blogiga o'yib yozib qo'yilgan 11.05 radiatorli, statorli, ikkitalik dinamlardan joylashgan traktorimizdan bo'ladi akalar. Remin orqali ishlaydi akalar. Bu oldida sudatchik, masl-datchik va akkumulyator datchiklariga qo'yilgan akalar. Palishni bag'ishli skorlar bilan mavjud akalar. O'zi 6 talik, oldingi 3 ta, orqaga bittalik skorlar bilan joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Gulishtorlar yonga chiqarilgan. Oldingi motobillarda gulishtorlar kichkinalik hisobiga o'zini yuziga uradi va bu katta qilib chiqarilgan akalar. Akkumulyatorlari, Damas akkumulyatordan katta geliy akkumulyatordan bo'ladi akalar. Bu o'zini o'zi zaryad qiladi 100%. Signallari ham mavjud. O'zini o'zi 100% zaryad qiladi. Ya'ni bittalik va yana bitta dinamo, ya'ni ikkitalik dinamolar bilan joylashgan akalar. Oldi 512, orqa 614 Cherokee ballonlar bilan joylashgan bo'ladi akalar. Ballonlar razmeri bo'ladi, ya'ni o'zlariga maxsus razmer qilsalang bo'ladi akalar. Orqa frezasi 140 lik bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Frezasini pichog'i ham o'ta qalin pichoqdan uncha-munchaga sinib ketmaydi akalar. $3100 ga full komplekt oladigan bo'lsangiz, ikkitalik plugdan ham qo'shib beramiz. Ikkitalik plugni o'zi kamida $100 dan oshiq sotiladi akalar. Buni bemalol tortaveradi. Keyin oldiga mana bu 120 lik jatkalarni qo'shib olsangiz bo'ladi. Jatkalar ham almazli pichoqli bo'ladi. Ya'ni bu pichoq uncha-munchaga sinib yoki o'tmasa pomida akalar. Ikkitalik qatorli bo'ladi. Bu ya'ni baland poyalarni ham o'rishga moslashtirilgan. Oldida dalniy bilishli svetlari va pavorotlar bilan joylashgan akalar bu traktorimizda. Vozdixlari maslinli, ko'rishingiz mumkin. Vozdixlari maslinli bo'ladi. Mana shu yerga ozgina masli quyib qo'ysalaring, motorga chang o'tkazib olmaydi. Mana ko'rishingiz mumkin. 11.05 18 ot kuchli mini traktorimiz akalar. Soatiga 800 gram rasxod qiladi salarkada. Mana bu yerda esa statorga o't oladi akalar. Mana bu yerda antifriz yoki oddiy zuk quysalang bo'ladi bemalol. Mana ko'rishingiz mumkin. O'zini rushnoy tormozi ham mavjud. Bu yangilik hisoblanadi. Oldingi parida traktorlarimizda bundan mavjud emasdi. Buni rushnoy qo'shsalaring ham, ya'ni mana tormozni qo'shib qo'ysalaring bu hech qachon yurib ketmaydi akalar. Ikkitalik inshani ko'tarib tushiradigan datchiklarga ega, ya'ni bittasini oldiga jatga inshalar moslab qo'ysalaring, jatga qo'shsalaring bo'ladi akalar. Full komplekt $3100 akalar. Shu videoga like, podpiska va obuna tugmasini bosib, kommentariy yozib, omad so'zini yozib keladigan obunachilarimiz uchun bitta matapila tekinga berib yuboramiz akalar. Jonlar sog' bo'lsin. Videoni ko'rganlar uchun rahmat. Telefon nomerlar video pastda bo'ladi akalar. Obuna, like va kommentariy yozishni unutmanglar. Sog' bo'ling.